alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aka-ukalar, do'stlar, YouTube ishqibozlar, chorva ishqibozlari, jigarlar dedi-yu. Hammalaring yaxshimi so'ramamizlar. Bugun hafta kuniga seshanba 8-aprel biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Do'rmanchar bozoriga tashrif buyurganmiz. Xudo xolasa mayda ko'chatlar qatoridan arzorni boshlaymiz. Videodan like bosib kelgan videoda qoldirib qo'yasizlar. Aka, nech pulga bordi xudo xolasa mol? 10,5? Bu najmmi? Gap yo'q, mashalloh. Yaxshi holatdagi mol. Yoshiga to'lmagan, ha? Kuzga borib buqa buzadi xudo xolasa, bu najm bo'lsa chiroyli holatdagi mol. 10,5 ga bergansiz yo'q. Mo'ljal qancha endi? 11da. 11dan o'tib berasiz ozgina, ha, xudo xolasa. Telefon nomerni olaymi yo shart emasmi? Sotib yuborasizmi? Bo'ldi, gap yo'q. Ha, mol orqasidan bo'ylari birdan oshib qoladi, 1.5 shunaqa atrofida. Endi tirik vesgan narsa deyolmaymiz bularga. Aka-ukalar, do'stlar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Aka, yaxshimisiz? Aka, nech pulga bordi mollar? Sotdingizmi? Tortdingizmi? Ha. Savdo qilyapsizmi? Ha, 13.200 ming so'mga xursandchilikdan baraka topasiz. İşte ay çekili hem veremem. Ha. Bu da bir yapma. Gapiryapti, hoji bu. 15.200. 13 milyar 200 de ay diyeyim. Bunu ya? 13'ü yetki vereyim. 13 2 verir. 100 bin. Fakat çekili hem vereyim. 13 yarım milyar. Aka-ukalar 13'ü 2 so'rashyapti. 13'ü 2 so'rashyapti. 13'ü 3 bering deyapti. Hoj bo'lgan. Çekili veremem diyeyim. Chekini ham beramiz deyapti, hoj bo'lgan. Annen çok alıyorsunuz mu oldu? Bu najin ekan, qora. Novoz ekan, novoz ekan. Bu najin, nima aytdi, bu najinlar turgan, bu najinda boribdi. Novoz ekan. Endişe haber verdim. Bitami, xudo xolasa bitiring. Meydelegenim yok. Önekli, önlükçelikte ay baktı. Yep, bormisiz, qoraga. Sizmisiz? İşler yaxshimi, nech pul bo'ldi bu? 8 million 200 mingga baraka bo'pti mana shu. 8 million 200 mingga. Qanchaga bo'ldi? 18 million. Ko'chatlar qanchadan bo'pti aka? 15,5 qilyapti aka. Lekin 15,5. Savdo bo'lyaptimi? Qing aka. Tortmaydi. Bosing aka. 15,5 ikkalasi. Buni ajin ekan. 7,5 dan. 15,5. Hozir o'taman. Ko'chat bor, ko'chat. Soqoli bozor. Jolly gapning. Nimaga o'ylab qo'yaman? Ya shu 15,5 yaxshi pul yo'lar. Qo'sham beraman. 15,5 deyapti. 15,5. Yana qo'shildim 500 ming. O'zi 15,5. 15,5. Ha, bo'ldi, tushunarli. Mojlar ko'chat. Ko'chat zo'r ekan, lekin haqiqatan ko'chat to'st emasin. Yaxshi narsalarni ilinamiz.
Bittami? Xudo xolasa bitiringlar endi. Qo'shing endi. Qo'shmayapti. Yo'q, qo'shing ya, siz tushing deydi. 15 yarim tek qo'yapti o'g'lum. Joyda o'qo. To'ppa. Yaxshi narx. Akam ham ko'p qo'ymayman-chi, foydalansam bo'ldi deyapti-da endi, mayli. Seni beryapti 8 dan. To'ppa. Endi nima dedi? Hamma foydalansin. Ikkita g'unajinda, hurmatli akalar, do'stlar. G'unajinda savdo qilishyapti hozir bozorda. 15,5 millionga berilgan yo'q. Akalar chetda turib qoldim mana. Bo'ylari birdan oshadi. Birdan oshib qoladi, xudo xolasa. Holati yaxshi, ikkovi ham bir xil ekan. Yaxshi holatda bo'ladi. Mo'lda aka. Qo'shmayapti aka. Nima qilasiz, yerdaman. Ha, deb olsangiz barakasini olaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Mazat yaxshimi? Charchamasdan. Yaxshimi? Xudoga shukr. Nech pulga bordi? 8,5. Holati yaxshigina. Mol yaxshi. Mol chiroyli. Yo, o'sha bilinib turibdi. Yaxshi mol ekan. Aka, yaxshimisiz? 8,5 ga bergansiz yo'q. 9 ga berib yuborasizmi? 8,5 ga qo'shib beraver. Bitta qo'shsa gap yo'q ekan, mashalloh, xudo xolasa. Aka-ukalar, haqiqatda realni yaxshi holatdagi mol ekan. Unajin-a? Unajin lekin sutga to'ygan ekan. Yaxshi holatda boqilgan ekan. Sizlarga tavsiya qilib qolamiz, addish uchun ko'ngildan. Like-ni bosib, obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar. 8,5 ga ozgina qo'shsa qo'shib berib yuboramiz deyapti, tog'am. Molni holati zo'r, to'llari ham chiroyli holatda aka-ukalar. Hammalaringga tavsiya qilib qolamiz. Telefon nomerni ayting, tog'a. Yo, tog'a. Telefon nomerni ayting. Bor o'sha. 91lik. 91lik 396 396 2701. 2701 aloqaga chiqarasiz. Bo'ldi, gaplashamiz. Yo'q, hormasizlar. Nech pul so'rashyapti aka buni? 87 ga olindi aka tirikchilik. Yo'q, oldingizmi? Tirikchilikka qo'shsa berib yuborasiz, xudo xolasa. Sakkiz yettiga oldim dedingizmi? 8-7 ga qo'shsa berib yuboramiz aka. Tirikchilik, xudo xolasa. Telefon nomerini olamiz akamdan. Nomerni ayting. 91lik 147 56 92 ga aloqaga chiqarasizlar, telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Yaxshi holatdagi mol ekan. Zotdor. Voy. Ha? Soqqali bozor ekan, soqqali bozor. Ha, nuqul soqqa qiladiganlar. Shef, qanchaga bordi? 22 million chiqdi. Jupiga, mashalloh. Novoscha, xudo xolasa. 22 millionga bergansiz yo'qmi? 25,5, 22,5 gacha. Qo'shilib beramiz. Bitib qoldimi? Gap yo'q. Mollarning holati yaxshi ekan aka-ukalar. Sizlarga xudo xolasa tavsiya qilib qolamiz. Chiroyli holatdagi mollar ekan. Yaxshi holatdagi mollar ekan aka-ukalar. Telefon nomerni ayting aka. 90lik 405 46 92. 90lik 405 46 92 ga telefon qilaverasiz. Aka-ukalar, do'stlar, obzor davom ettiramiz. Ikkita Novoscha shved, xudo xolasa, bozorga chiqib turgan, hozir narxdan sizlarga yoritib ketaman. Aka, qanchaga bermadingiz? 22 ga bermadingiz.
22 millionga berilgan ikkita shved ko'chat buqalar ekan. O'shanda 11 million so'mdan to'g'ri kelyapti jupiga. Bittadan bo'lsa 11 million so'mdan berilgan yo'q. Molni holati yaxshi ekan aka, sizlarga tavsiya qilamiz. Xabarsiz fikrlaringizni kommentariyada qoldirib qo'yasizlar. Like ni bosib qo'yasizlar. Nomerni olaymi yo shart emasmi? Puli yengillardan mana chiqdi. Yaxshi holatda ekan lekin. Shvedmi? Shved bittasi. Bittasi shved ekan, ha? Bittasi o'zimiz joydari. Qancha? 12,5 so'rashyapti, 12,5. Ikkovini. 12,5 bo'lsa yaxshi. Yaxshi, xudo xolasa ko'kka olib chiqib, maqsa yaxshi o'ng'arlik ketadi. O'ng'arlik ketadi kuzgacha. Yaxshi, kuzda tanilmaydigan darajada o'ng'arlik ketadi. 12,5. Bunun için o'zingiz kamroq yeyishingiz kerak deydi. Ham o'zingiz orqali buni qilishingiz kerak deydi. Mana kichkina bo'lsa o'zingiz kamroq. Shunaqa. Katta qilish kerak. Bo'pti, nomerni bering. 91lik. 325. 325 0909. 0919 ga aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Yo'q. Qaytdimi yo sotildimi? Qancha ketdi? Hammasi ya? Soqqali bozor. Bozorga bitta buyurdim. Soqqali bozor. Yo'q, hormasizlar. Yaxshimisizlar? Qanchaga bordi aka? 9dan qilyapti aka. 9dan. $9 million so'mdan narx qilinyapti ekan. Shved, ko'p shved ekan. 15 million 200 euro. Aka, dastlabki qanchacha bo'ladi? Vodiy bo'ylab yetkazib berilaveradi. Ko'chatlar yaxshi holatlari. Ko'proq olaman deganlarga mana sizlar uchun maxsus. Nomerni ayting. 90lik 057 66 36 ga aloqaga chiqarasizlar. Salom. Maşallah. Qanchadan bo'pti bu ko'chatlar, mayda ko'chatlar? Hammasi novoschami? Hammasi novoscha. 81-82 qilyapti. Ha. Yeb ishtilar, gara. Ya qarab turing. Betiga qo'yaveraman sizni. Qo'yig'i suyug'i nech puldan berib yuborasiz? Buyog'i suyog'ini 78 dan bersa hammasi. 78 dan bo'lsa ketilaveradi. Ketaveradi. Samarqand Buxoroga dastlabki bormi o'sha tomonlarga? Vodiy bo'ylab bordi. Faqat vodiy bo'ylab. Yo'l kira 50 kellik bo'lsa haydab qo'yarasiz. Ha, haydab qo'y. Ha? Gap yo'q. Nomerni ayting. 91lik. 144. 144. O'y, yaxshimisizlar? Ha? 24. 24 26. 26 ga aloqaga chiqarasizlar. Gap yo'q. Yo, tog'a. Aka, assalomu alaykum. Qancha bo'ldi bu go'zallarni aytasiz bugun? 20 million kam bor. 19,5 mi? Murjal, yo jinday, bunday, o'tasiz. Xudo xolis. Ha, kam so'rayapti. Hurmat egalar, hamma ham ko'p qo'ymaydi. Sizga foyda qilsa berib yuboradi. Nomerni berasizmi? 91lik 148 86 81 ga aloqaga chiqarasizlar. Mana molni holatlari ko'ryapsizlar. Xudo xolasa.
Xo'p, yana bu tomonga o'tamiz endi. Bu tomonda ikkita akamiz da bor ekan. Hozir so'rab ko'ramiz. O akajon. O akajon. O Sheb aka, yaxshimisiz? Ishlar yaxshimi aka? Qaytdiki bu? Uchko'prikdanman. Uchko'prik aktiv har doim. Aka qancha qilishdi bularni? 9,5 dan. To'ppa to'g'ri qilsa zo'r bo'lardi. To'qqiz yarim million so'mdan aka, haqiqatda ko'chatlar narxi ancha qimmatlab qo'ygan-da. Ko'chatlar narxi. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Ko'chatlar narxi ancha qimmatlab qo'ygan. Ikkitasi birda dedi. Bo'pti, telefon nomerni aytib qo'ying aka. Nomer bittami? Bo'ldi, bozorlaring bersin, xudo xolasa. Va menga qarab turinglar sizlar. Aka qarab turing siz ham Sheb, billa. Yo, betiga qo'yaman-da sizlarni.